Akalar to'g'risi mana u ba'zi bir qizlarni ko'rib uylanishdan ham hafsalam sovib ketyapti to'g'risi. Birovga foydam ham ziyonim ham tegmasdan xuddi shu Instagramda reels ko'rib o'tirsam, yaxshiyam TikTokni ko'rmabman mana shu videoni. Instagramda ko'rganim yaxshi bo'pti. Agar TikTokni ko'rsam 1,5 hafta отравление bo'lib yurardim, oshqozon yuvdirib. Xullas kalom, shu videoda hozir ko'rgan videom o'zim shunday, umuman boshqa ortiqcha gap qo'shmasdan aytib beraman, yengil, men qarab turing. Shunda bitta qiz yo'lda bo'yida turibdi-da, haqiqatdan chiroyli, tekis, oppoq bo'ybaland qiz turibdi-da, bittaki shunday mikrofon ushlab oldiga boribdi. Necha yoshsiz deyapti. 20 yoshman deyapti. O men bilan teng ekan deb tursam, ketdi-yu bog'i. Siz bo'lajak eringiz nech pul topish kerak desa, meni kaprizlarimni ko'tarish kerak. Bir narsa 624 milliard bitcoin bo'lishi kerak. Shvetsariyada dadasini mashinalari bo'lishi kerak. Menga har hafta abitdan keyin geylik podarka qilish kerak. Ayasi dadasi umuman yo'q bo'lishi kerak. Vapshe yetim bo'lishi kerak. Umuman davlat bo'lishi kerak. Короче, xarobadan chiqqan millioner bo'lishi kerak. Faqat Instagramda meni ko'rish kerak. Telefon 12 kunlik ishlatish kerak. Kech payt ujundan keyin menga Mercedes Benz podarka qilsin. Qora tanli bo'lish kerak deb qo'yapti oxirida. Opa, to'g'risi siz qora tanli deb anaqa qilvardingiz, u hazillashmang negirlar bilan. Meni bitta ikkita oshnalarim bor, negir, hozir siz nomerini beraman. O'zingiz sinab ko'rasiz. 15 minutda qalbingizga ramkangizga solib qo'yishadi. Ko'chaga unga chiqasizda ko'zga ko'ringan birinchi odamga salom beradigan qilib qo'yishadi. O'zingizdan o'zi miyav deydigan qilib qo'yadi. To'g'risi hazillashmang unaqa. Boshingiz orqasi bor, mana bunaqa joyda qashloq og'ir chuqurcha qilib qo'yadi. Nafas olsangiz bunday kirib chiqadigan qilib qo'yadi. Negirlar bilan hazillashmang, u Damion gir qilib tashlaydi. Mana shu videoda ashobga tashlab qo'yasizlar.